Assalomu alaykum, Harasham va Solish ishqibozlari, aka-ukalar. Mana bugun haftaning shanba kuni 24-may. Bugungi 2 dona Harasham qo'chqorimiz bor. Ular to'liq ma'lumotini yetkazib boramiz, xudo xolisa. Hop, birinchisiga 4 ish Bishkekdan tushgan qo'chqorimiz bor. Bo'yini o'lchab ko'rdik, 95 plus. Mashina hozir sekin chiroyli qilib videosini qilib beramiz. O'zlaring baho berasizlar. Kalla boshini ko'ringlar, garbon usti. Ichini ochib ko'rsatgan. To'xtatib, bitta to'g'ri ushlab. 4 ish. 4 ishga ham hali to'liq chiqmagan. Ikkala 4 ish tishini ko'rdilaring. Hop, videoni boshida aytib o'tib ketaman. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Buni juniga main juni aralashgan. Junini mashinkada ponni olinsa, tagi, xudo xolisa, yaxshi chiqadi. Videoni oxirigacha kuzatib, obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqarmaysizlar akalar. UVV'siga ham 100 kilo ortiq. Telefon qilib aloqaga chiqarasizlar, kelib ko'rib ham olasizlar, uyda turadi. Hop, uzunligini ko'rdilaring qo'chqorda. Bundan keyingisiga hozir olib chiqamiz, juda kattasi bor, Harasham ham. Hop, buni narxini Samarqandgacha dostavkasi besplatni, dostavkasi ichida $800 beraman, $800 beraman. Kimga yoqsa telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Hozir $1000, $1500 qo'yyapti bunaqalarda. Ko'rib turibsizlar o'zlar videoda. $800 ga Samarqandgacha dostavka qilib beraman. Qo'ydi ko'rib turibsizlar. Bitta yurgizib ko'rsat. Qaytarib apga, qaytarib yurgizibga. Oldilarni ko'ringlar, oldilarni o'zi tulagan. Oldi tushlari bayovoy. Qo'ydi garbonoslarni ko'rdilar. Mana keyingisini olib chiqamiz. Apkir. Hop, akalar, mana ikkinchisi qo'chqorimiz. Bu ham 4 ish. Bo'ylarini o'lchadik. 97 chiqdi bo'yi. Hop, uzunligi 1 plus ekan. 4 ish. Hozir garbonoslarni ko'rsatib, chiroyli qilib ko'rsatamiz. Qo'chqor yoqsa, bunga ham like bosib qo'yasizlar. Hop. Bitta mashina dumbasini ko'rsataylik. Dumbala. Qo'ydi, junini olib ber desalar, mashinka solib chiqarib ham beradi. Mana dumbani holati. Dumba ichiqqa qilt etmagan. Oyog'ida kengligi. Qo'ydi jichcha tortgan. Jichcha yurgizgi. Mana qo'ydi ko'rib turibsizlar holati. Qo'y juda tikkan narsa. Bo'ynularini ko'ringlar. Bo'ynidan o'zi tulagan, juniga tegmagan ekan. Bo'yniga tulashni boshlaveribdi mana. Oyog'ida taglari oppoq. To'shni ko'rib turibsizlar. Tishini ham bitta ko'rsatdim. Sekin to'xta. 4 ish. Mana garbonosni ko'ringlar o'zlar. Quloqlari but-butun. Garbonosli. Bitta junini olinsa, juni top-toza, qip-qizil bo'lib chiqadi. Shu oq aralash bo'lib Harashandi. Bilasizlar o'zlaring juni mana tagi. Bu juniga tegmagan shu. Qo'chqorni ko'rdilarim. Xo'sh. Buni hamma yo'g'ini o'lchab ko'rdik. Qo'yga garantiyasi bor. Yeb ichari zo'r. Qo'yni yurgizib ko'rsatamiz. Yurgiz, yonboshdan yurgiz shunday. Qo'yni ko'rib turibsizlar. Qaytarib kel. Mana to'shlar. Yonboshga yurgizing. Qo'yni ko'rtini faqat ko'rsat kameraga. Sal o'zing yonboshga o't. Basharalar ham ko'rinsin. Tort sal. O'zing yonboshga o't sal qo'y buni.
Buni ham Samarqandgacha dostavka qilib beramiz. Telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Bunisi $900. Ozginadan xayri bor ikkovini ham. Xudo xolsa telefon qilgan odamga o'tib beriladi. Hop, shu yerda videoni tugatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.